kartamdagi 800 ming ishlatdingmi? Yuri Nazanin. Hoyjon. Ha, ishlatdim. Onajonisi, Labbay dadasi. hayotimning nuri. Ha. Imkon bo'lsa, xarajatlarni bir og'iz maslahat qila olmaysizmi? U pullarni boshqa joyi ham bo'lishi mumkin-da. Yo'q-da, kerak narsalarni oldim. Ogohlantirib ham qo'ya olmaysizmi? Yo'q. Ha, mayli. Makita freshingdan bitta ichay. Yo'q, nima berayotganim? Bermayman. Agar shunaqa befarasat xotin bo'lsang, o'g'limiz xuddi shunaqa ayolga uylanadi. O'g'lim? Chunki bu psixologiya. Albatta dadajonisi itishingiz mumkin. Kecha pulingizni so'ramasdan ishlatganim uchun ming bora uzr, dadajonisi. Boshqa takrorlanmasin. Yo'q, takrorlanmaydi. Takrorlanmaydi dadajonisi. Achakova.